Sifat otga bog'lanib uning belgisini bildirgan va qanaqa so'roqlarga javob bo'ladigan so'zlar sifat deyiladi. Sifatning xususiyatlari quyidagilar. Rang tusni bildiruvchi sifatlar: oq, sariq, yashil. Xususiyatni bildiruvchi sifatlar: kamtar, yaxshi, xasis, injiq. Shakl hajmni bildiruvchi sifatlar: kalta, baland, kichik, tor. Holatni bildiruvchi sifatlar: shod, xursand, go'zal, quruq. Mazza ta'mni bildiruvchi sifatlar: shirin, nordon, achchiq, sho'r. Makon zamon belgisini bildiruvchi sifatlar: bugungi, tongi, kechki. Hidni bildiruvchi sifatlar: xushbo'y, sassiq, qo'lansa. Biz sifatlarni otga bog'lanib narsaga xos belgini bildiradi deb aytib o'tdik. Lekin ba'zi o'rinlarda sifat fe'lga bog'lanib harakatning belgisini bildirib keladi. Masalan, bir narsani qadrlash uchun uni avval yaxshi bilish kerak. Bu yerda yaxshi sifat, bilish kerak fe'l bo'lib kelgan. Ravish harakat holatining bajarilish tarzi, o'rni, payti, daraja, miqdor kabi belgilarni bildirib, qanday, qayer, qachon, qancha so'roqlariga javob bo'ladigan so'zlarga ravish deyiladi. Ravishlar asosan fe'lga bog'lanib, harakatning jarayon bilan bog'liq bo'lgan belgisini anglatadi. Masalan, Muhiddin bilan Salimjon ruxsat so'rab ichkari kirishdi. Bu yerda ichkari ravish, kirishdi fe'l. Ba'zan ravishlar otga bog'lanib narsaning belgisini bildiradi. Masalan, oz so'z, soz so'z. Endi esa sifat va ravishlarning grammatik belgilari haqida mustahkamlab olamiz. Sifatning grammatik belgilari: narsaning belgisini boshqa narsa belgisi bilan qiyoslab, darajalab ko'rsatishi yoki narsaning belgisini kuchaytirib va kamaytirib ko'rsatishi sifatning grammatik belgilari hisoblanadi. Ravishning grammatik belgilari esa ravishning turlanishi va tuslanishi xususiyatga ega emasligi, ko'pincha fe'lga bog'lanib hol vazifasida kelishi hamda cha, ona, lab, larcha qo'shimchalarga ega bo'lishi uning asosiy grammatik belgilari hisoblanadi. Hurmatli ustozlar, hozir esa sizlar bilan sifat va ravishning o'xshash hamda farqli jihatlarini aniqlab olamiz. Dastlab sifat hamda ravishning o'xshash jihatlari: qanday so'roqqa javob bo'ladi, belgini bildiradi. Ravish fe'lga bog'lanadi, ba'zan sifat ham fe'lga bog'lanadi. Sifat otga bog'lanadi, ravish ham otga bog'lanadi. Endi esa farqli jihatlarni aytib o'tamiz. Sifat otga bog'lanib narsaga xos turg'un belgini bildiradi. Ravishlar asosan fe'lga bog'lanib harakatning jarayon bilan bog'liq belgisini bildiradi. Sifat shakl, hajm, rang, tuz, mazza, ta'm va xususiyatni bildirsa, ravish holat, payt, o'rin, daraja, miqdorni bildiradi. Endi esa sifat va ravishlarning ifodalanishida ot so'z turkumi va fe'l so'z turkumi bilan bog'lanishiga misollar keltiramiz. Sifat ot so'z turkumi bilan birikkanda: yaxshi so'z, mehribon insonlar. Ravish ot so'z turkumi bilan birikkanda: oz so'z, soz so'z, ko'p insonlar. Sifat fe'l bilan bog'langanda: chiroyli gapirdi, yaxshi tushuntirdi. Ravish fe'l bilan bog'langanda: tez yurdi, sekin tahlil qildi. Hurmatli ustozlar, bugungi mavzumizni, ya'ni sifat va ravishning farqli jihatlarini ajratishda biz sizlar bilan bilish so'rov usuli orqali o'rganib olamiz. Buni o'quvchilarga tushuntirsa ham yanada esda qolarli bo'ladi. Quyidagi jadvalga e'tibor bering. Bir nechta gaplar berilgan. Yuqorida esa ularning to'g'ri javob tartibi berilgan va biz uni belgilar yordamida aniqlashimiz kerak. Birinchi gap: u ancha jo'yaklarni oraladi. Bu yerda to'g'ri javob tartibi ravish ot bilan bog'langan, ancha jo'yaklarni. Ikkinchi gap: Ahmadjon juda qattiq so'kindi. Bu yerda sifat fe'l bilan bog'langan, qattiq so'kindi. Uchinchi gap: Karomatxon yugurganicha ichkari kirib ketdi.
Bu yerda ravish fe'l bilan bog'langan. Ichkari kirib ketdi. To'rtinchi gap. Abdullani yangi hayot, yangi orzular qamrab olgandi. Bu yerda javob sifat ot bilan bog'langan. Yangi hayot, yangi orzular. Aziz ustozlar, mana bugun sizlar bilan sifat va ravishlarning farqli jihatlarini ham aniqlab oldik, savollarga ham javoblarni topdik. E'tiboringiz uchun rahmat.